Yo, barcha salom do'stlar. Sizlar bilan men Chiki. Bugungi videom juda ham qiziqarli umiddaman. Qani bo'lmasam, let's go. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqarmasin. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Va o'yinni boshladik. Ertalab ham bo'ldi. Maktabga borishim kerak. 1, 2, 3, 4, 5 ta. Ve 10 ta olamiz. Ve ketdik maktabga. Shu maktabga ham jonga tegib ketdi. Ertalabdan maktab. Maktabga ham keldik. Mening sinfim qaysi edi? Oh my god. Mening sinfim qaysi? Ana. Tur mening joyimdan tur. Ahmoq, men. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum assalom. Mana bugungi darsimizni boshladik. Bugungi darsimiz matematika. 100 xonali sonlarni bo'lishni o'tamiz. Xo'p, ustoz, ana matematikani ochamiz. Va yozamiz. Yozdim ustoz. Ha, bo'ldi, olib kel. Hop. Hoppa. Ana ustoz. Ha, to'g'ri hammasi. Mana uyga vazifa va sen ketishing mumkin. Hop, yaxshi ustoz. Ana darsimizni ham o'tdik. Voy, kechirasiz. Uyga qarab chopdik. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqarmasin. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Bu maktab serialining birinchi qismi. Va bo'limni qo'yaman va ana. Va endi men kitob o'qiyman. Ana. Kitob ham o'qib oldim. Endi birimizni qo'raman u. O'tdi. Turib ketdim u. Voy, ertalab bo'pti. Voy, maktabga kechga qoldim. Ustoz meni urishadi, voy. Tez. Maktabga kech qoldim. Yo, tez. Maktabga kech qoldim. Yurt. Yugur. Maktabga kech qoldim. Yugur. Maktabga kech qoldim. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Voy. Mana bu yermedi. Yo'q. Mening sinfim qaysi? Tur. Na. Assalomu alaykum ustoz. Alaykum. Chiki. Yaxshi keldingmi? Ha, bugungi darsimiz nima? Bugungi darsimiz ona tili. Ona tilidagi matematika. Hop. Ben ana tilini açtım.
Buraya yazamıyoruz. Ve ana Bugünkü dersimiz tükendi. Telaffuz. telaffuz. Qaranglar. Hech kim qila olmaydi. Voy, oyog'im. Voy, ay. Oyog'im. Ay, yomon og'ridi. Ders boshlandi. Assalomu alaykum ustoz. Nima, dalam bo'lishdi. 3856 marta salom beryapsanmi? Yo'q, kechirasiz ustoz. Ana tilidan boshlaylik. Xo'p, ana tili. Ana. Nima yurasan? Urishmay o'tir. Xo'p, ustoz. Chiq, doskaga mavzuni yoz. Xo'p, ustoz. Mavzu nima? Yo. Qo'shimchalarni o'tish. Xo'p, ustoz, qo'shimchalarni aytish. Qarang ustoz. Hop. Mana shu yerda turib yozaman. Qo'shimchalarni qo'shish. Yozib bo'ldim ustoz. O'tir joyingga. Xo'p, ustoz. Bundan keyin nima dars ustoz? Undan keyin jismoniy tarbiya. Ye. Bugungi darsimiz tugadi va jismoniy tarbiya. Ye, ustoz, men ketdim. Jismoniy tarbiya uchun jismoniy tarbiyada xohlagan ishing qilasan. Hop. Ana. Jismoniy tarbiyada xohlagan ishing qilasan, lekin birinchi bo'lib qoz ekinlarni yig'ishtirishadi. Xolos ekinlarni yig'ishtirib yo'q bo'lamiz. Siz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Men tezroq mincha bo'lishim kerak. Va yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying. Mana shuni ham olsam. Va ana bo'ldim. Endi yuboramiz. Va endi darsga kiramiz. Voy. Ustoz, darsni boshladik. Qanaqa dars? Jildivoy. Dars tugadi. Kechirasiz ustoz. Voy ahmoq. Yeni dars tugatdi-ku. Qorong'u tushdi. Lord, help me. Help. Tez. Tez. Ana uyimga ham kelib qoldi. Ay, uyimiz sıkıntı ekan.
bularni koyamiz. Ana. Endi qilib uxlavoramiz. Ana. Bolalar, bu videoning ikkinchi qismi chiqsinmi yoki chiqmasinmi? Kommentariyaga tez-tez yozib qoldiramiz. Va kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni esdan chiqmasin. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak.